alaykum. Motorayv obunachilari, mana bizdagi Monster skuterimizni yuvib ko'rsatib beramiz. Ko'pchilikda gap so'zlarga qaraganda suvga bo'lmaydi, suvga chidamli emas deydi. Bu suvga chidamli bo'ladi skuterlarimiz. Shogird yuv. Miya motorlariga ham suv urib beramiz, bemalol akkumulyatorlarga ham suv urib beramiz. Hech qanday zarari yo'q uni. Yomg'irlarda ham haydayversangiz bo'ladi, bemalol. Mana hamma tomoniga knopkalariga ham suv tushyapti, mana zarari yo'q. Mana. Bemalol qo'rqmasdan olaversangiz bo'ladi. Orqa barabanlari jidkis model bo'ladi. Tormoz sistemasi joyida to'xtaydi, juda ham sifatli. Qo'shma akkumulyatorli bo'ladi bular, ikkita akkumulyatorli bo'ladi. 120 gramm suv beradi bitta akkumulyatorga o'zi. Bo'ldi, bo'ladi. E'tibor uchun rahmat.